Bugünkü joyimiz şehrimizning Kok merkezinde joylashgan bir etaj joyimiz sotuvga chiqdi. Joyimizning eni 27 metr, hurmatli obunachilar. Mestasini to'xtaladigan bo'lsak, mestasi Detskiy banisa, bu tarafimizda hurmatli obunachilar, Hamza maktab, urologiya, hokimiyat, hamma joy yaqin, zo'r tochkada joyimiz sotuvga chiqdi. Temur berimizda sentralniy kanalizatsiyalarga ega bo'ladi. Joyimizning eni 27 metr, hurmatli obunachilar, Ugolovoyda joylashgan. Mulk egasi nomerini qo'yib o'tamiz. Pastda bemalol mulk egasi bilan promoy savdolashib olishlaringiz mumkin. Girganimizning katta do'lanimiz tushgan berimizda depo po'lat ko'ktilar. Ichindagi narsalar qalami yo'qmi, mulk egasi bilan o'zingiz promoy savdolashib olishingiz mumkin, hurmatli obunachilar. Yan tarafimiz. Spanimizni bir ko'rsatib bering. Spanimiz ham ajoyib inang, gap bo'lishi mumkin emas. Yorug'lik tushish uchun hamma xonasida aynalar yetarli darajada. Akvayna bilan joylashgan. Berimizda rakovinalarga ega, joyimiz isitish uchun berimizda kotyollarga ega bo'ladi ekan. Yan tarafimiz kuxnimiz bo'ladi. Kuxnimizda inang ajoyib, gap bo'lishi mumkin emas. Yan tarafimizda spanimiz joylashgan. Yanimizda sanuzilimiz, hurmatli obunachilar. Yan tarafimizga o'tadigan bo'lsak, yana bir spanimiz joylashgan bo'ladi. Shaharning Kok markazidan so'rab yurgan yurtdoshlarimiz 200 kvadrat, yenini 27 metr joy sotuvga chiqdi. Shularga yo'yib tashan joyimizni, bu tarafimiz inang ochiq qolib ketgan xotimiz. Joyimiz zudlik bilan sotiladi. Bu yerda klinika ochib bersangiz ham bo'ladi. Box sotib, dorixona ochsangiz ham bo'ladi. O'zingizni biznesingizni moslab joyni quraverasiz, hurmatli obunachilar. Pastda mulk egasining nomerini qo'ydik, promoy savdolashib oling. Joyimiz narxini to'xtaladigan bo'lsak, $72 ming, ustida yana qaytib beradilar. Geling joyini ko'ring, o'zingizda mulk egasi bilan savdolashib oling. Kanalga obuna bo'lib, kuzatishda davom eting. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.